Siz ukan. Shitdan aka. To'xtab. Bironta qog'oz chiqarib bergandir, bugun mana shunaqa reyd qilasizlar deb. Yoki qog'oz chiqarib bermaydi Farg'onada. Bodi kamera ishlayaptimi? Ishlayapti ekan. Nima ogohlantirmadingiz? Shuni ogohlantirdim. Uzr. Endi bilmasangiz bilib oling. Familiyasi, ismi, otasini ismi, unvoni tanishtiriladi. To'xtatilish sababi xavfsizlik kamaridan foydalanmadi. Bo'ldi aka, turizm bo'yicha qog'oz protokolni rasmiylashtiring. Ismim Shuhratjon. Shuhratjon, olib kelsam maylimi? Bo'ldi, olib keling. Topolmaysizmi? Yo'q, Borib kelishimga? qayerdan keling? Mana mashinamda. Bo'ldi, olib keling. Siz topolmaysiz. Internet ommaviy axborot vositalariga qo'yishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Inspektor Esonovdan Xorben, yaxshimisiz? Uydagilar hammasi yaxshi? Xavfsizlik kamaridan foydalanmayapsiz uka? Bu to'xtatish sababi buni? Ha, xabar. Xizmat guvohnoma. Xayrlisiz uka. Shitdan aka. To'xtab, to'xtatdan. Shoyim bergan. Ushlab ko'rishga haqqim yo'q, lekin o'qib Nima ko'raman. deysiz? Ushlab ko'rishga katta serjant Esonov, Sherzod Ahmadulloh. Ahmadaliyev amal qilish muddati 2009-yil berilgan, 2022-yilgacha. Xo'p, kunlik taqsimot akajon. Kunlik taqsimot bo'lmaydi. Biz Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i. Dejurkan nomerini bering. Ha? Dejurkan raqamini. 73 bilan. 73 aytavering. 241 57 29. 241 57 57. 29. Ha, kunlik taqsimot berilmaydi. Demak, hozir Furqat tumanida reddamiz biz. nimani tadbir akajon? Nima? Nimaga tadbir bo'ladi? Tig'li asbobmi, narkologiyami? Yo'q, shunday bu. Redga Farg'onadan keldik biz, Farg'ona viloyatidan. Xo'p, o'sha nima masala bo'yicha to'xtatilish? Qanaqadir Qanaqadir aniqlashmoqchi. bironta qog'oz chiqarib bergandir, bugun mana shunaqa reyd qilasizlar deb. Yoki qog'oz chiqarib bermaydi Farg'onada. Elektron soliq byuroga asosan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i. Abonent blokirovka qilingan. Bo'ldi, bodi kamera ishlayaptimi? Ishlayapti bu kamera. Nima ogohlantirmadingiz? Shuni ogohlantirmoqchiman. Uzr. Keyin kelganda aka, endi bilmasangiz bilib oling. Familiyasi, ismi, otasini ismi, unvoni tanishtiriladi. Esonov Sherzod, inspektor Esonovmi? Ha, ismingizni aytmadingiz-da? Esonovman deyapman. Esonov Sherzod Ha, Ahmadulloh. demak, shunaqa yozilgan, shunaqa yozilgan. Bo'ldi, to'xtatilish sababi xavfsizlik kamaridan foydalanmadi. Bo'ldi aka, turizm bo'yicha qog'oz protokolni rasmiylashtiring. Bo'laveradi. Ota, qog'oz protokol bor, olib keling. Qana ota. Ashotda orqani qarab, qog'oz protokol bor. Ma'lumot olib kelyapsiz. Liniya nosozligi uchun abonent blokirovka qilingan. Ismingiz nima? Ismim Shuhratjon. Shuhratjon, olib kelsam maylimi? Bo'ldi, olib keling. Topolmaysizmi? Yo'q, Borib kelishimga? qayerdan keling? Mana mashinamda. Bo'ldi, olib keling. Yashaydigan olib keling. Demak, mana Farg'onadan kelgan, xullas reyd bo'lyapti ekan, hech qanaqa qog'oz berilmagan o'rtoqlar. Dejurkani raqami mana umuman tushib bo'lmayapti nomeriga. Nosozlik uchun abonent blokirovka qilingan. Из-за повреждения на линии абонент заблокирован. Cliently dialed is out of service. Nimaga dejurkaga tushib bo'lmayapti akajon? Yo'q, qilaring, tushasiz. 73 bilan bering. 73 241 57 29. Kunlik taqsimot Maylimi? Shuhratjon. berilmaydi ekan. Bo'ldi akajon. Maylimi? Xullas, bu Furqat tumani Go'rskiy bo'lish kerak, adashmasam. Navbahor shaharchasi. Ostdan tanishtirib o'tib ketaman.
hujjatlaringiz qayerda edi aka? Inspektor Esonov, hujjatlar mana. Faqat iltimos qo'li dezinfeksiya qilib oling yoki bitta pechka. aylantiring, bo'lmasa aylantiring. Просто o'zimni xavfsizligim uchun Aylantirib qo'yavering, o'zingiz xavfsizligingiz uchun yaxshi-da. keyin nimami siz bilan birinchi marta ro'para kelishimiz, a? Shunaqa shekilli. Ha, birinchi marta ro'para kelishimiz. Demoqchimanki, hozir qoidabuzarim o'ta qaltis basi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Agar iloji bo'lsa, odamiylik yuzasidan bir safar og'zaki ogohlantiring. Dokumentlarim to'g'ri. Dokumentlarim to'g'ri bo'lgani uchun siz bilan tortishyapman. Boya magazinga kirib chiqdim, taxshisdan chiqib qoldi. Agar insoniylik to'g'ri ogohlantirilsin degan joyi yo'q. Ogohlantirilsin degan joyi yo'q. Bir safar ogohlantirish bering, shtobi keyingi safar bunaqa xatoga yo'l qo'ymang. Xo'p bo'ladi. Aka, rahmat. Xato bo'lmaysizmi? Yo'q, yo'q, hamma Men sizdan maqsad siz xizmatga senga olmay. qilib, men sizni bunaqa qildim qo'yib yubordim emas. Siz gapirgan gapingiz insoniylik sifatdan deyapsiz, menga yordam qiling deyapsiz. Qo'pol qoidabuzarlik bo'lmaganligi uchun men sizni qo'yib yuboryapman. Xo'p? Siz xafa bo'lmang, internet ommaviy axborot vositalariga qo'yishingiz mumkin. Men roziman. Men sizga agar oshishga gapirganim yo'q, to'g'rimi? Yo'q, hammasi to'g'ri bo'ldi. Normalniy. Bilaveradimi? Xo'p, aka, charchamang, xizmatga omad. Lekin hammamiz bu Insonmi? hech kimga baylab qo'yilmagan, ertaga yechamiz bu narsalarni. To'ppa-to'g'ri. Yechganda ham aka-uka bo'lish kerak. Bu ozgina narshini xolos qilgan. Xo'p, bo'ladi aka. Charchamanglar, xizmatga omad aka. Sog' bo'ling. Chaqirilishga ruxsati bor. Bor aka. Dokumentlarim to'g'riligi uchun siz bilan tortishyapman. Dokumentlarim to'g'ri bo'lmaganda Yo'q, men komandir sizni yo'q dedim. Remeniz qo'pol qoidabuzarlik bo'lmaganligi uchun men sizni qo'yib yubordim. Tushunyapsizmi aka? Xo'p. Tushunyapsiz? Komandir, rahmat. Bo'pti aka, sog' bo'ling. Charchamanglar, xo'p, rahmat. Bular bilan shunaqa gaplash kerak, opa. Bo'ldi. Mana o'rtoqlar, inspektor Esonov odamiylik jihatidan qo'yib yubordi. Shunaqa inspektorlarimiz ko'paysa, maqsad faqat jarima yozish bo'lmasin o'rtoqlar. Misol uchun stress holatida bo'lishi mumkin, xayolimdan ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Xavfsizlik kamarini endi haydovchilar o'zinglar uchun taqasizlar. Bu ular uchun emas, o'zinglar sog'liginglar uchun toqib yuringlar. Hammaga omad, charchamanglar, kun davomida yaxshi kayfiyat, hamrohliklar bo'lsin. Like, podpiska ayamanglar. Boringlarga shukr, qadrdonlar.